Hakim Nazir o'zbek bolalar adabiyotining yorqin namoyandalaridan biridir. U 1915-yil 15-oktyabrda Toshkentning Arpapoya mahallasida tavallud topgan. U ilk ta'limni onasi Malika Oltin maktabida olgan. Yoshligidanoq juda mehnatni sevganligi tufayli oyoq kiyim fabrikasida ishlagan va kechki ta'lim olgan. Adabiyotga mehrini yoshligidanoq topgan Hakim Nazir 1930-yilda Lenin uchquni gazetasida o'zining dastlabki hikoyalarini chiqara boshladi. Uning Qishloqdagi jiyanlarim, Beshbaho, Bolajonlarim kabi kitoblari ko'plab kitobxonlarning sevimli kitobiga aylanib ulgurgan. Hakim Nazir 2008-yil 15-mayda olamdan o'tdi. Ammo uning mehr, sadoqat va vafo haqidagi kitoblari hali hanuz kitobxonlarning ko'nglidan joy olgan.